Xabaringiz bor, ayni kunlarda butun respublikamiz bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi bo'lib o'tmoqda. Oylik doirasida issiqlik elektr stansiyalari korxonasida tadbir tashkil etildi. Unda korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha tizimda amalga oshirilgan ishlar haqida so'z bordi. Issiqlik elektr stansiyalari mamlakatimiz energetika sohasida muhim drayverlardan biri hisoblanadi. Yurtimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 70% dan ko'proq qismi aynan issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri keladi. Shu bois ushbu sohada korrupsion holatlarni oldini olish muhim masaladir. Ayni maqsadda korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi hamda Butunjahon korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan xodimlar ishtirokida tadbir tashkil etildi. Yil davomida 40 dan oshiq targ'ibot-tashviqot ishlarini o'tkazildi. Rahbariyat bilan birgalikda korrupsiyani oldini olish, buni ogohlantirish, xodimlarni korrupsiya nimaligini tushuntirish, yetkazish jamoamizga va muhtaram prezidentimiz aytib o'tganlaridek preventiv choralar ko'rish ularga nisbatan va issiqlik elektr stansiyalari aksioner jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan o'zimiz ichki me'yoriy hujjatlarimiz bor. Yangi chiqqan qonunlar, qaror farmonlarga asoslangan holda ichki me'yor hujjatlarimizni shakllantirib yo'lga qo'yganmiz. Tadbir davomida korrupsiya taraqqiyot kushandasi ekanligi, ushbu illat yaxshi oqibatlarga olib kelmasligi haqida gapirilib, videoroliklar namoyish etildi. Ta'kidlash kerakki, joriy yil davomida issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati markaziy apparati va filiallari tarkibidagi 159 nafar rahbar va mas'ul xodim korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi onlayn platformasida maxsus o'quv kurslarida o'qishdi. Issiqlik elektr stansiyalari asosan ishlab chiqarish korxonalari yirik elektr stansiyalari bo'lganligi uchun korxonalarda hisobdorlikni, moliyaviy hisobotlarni oshkorligini, ularning ochiqligini ta'minlash maqsadida avvalambor biz o'sha hisobdorlikning xalqaro standartlari joriy etilgan. Bizning hisobotlarimiz nafaqat ichki audit tizimi va o'zimizning nazorat organlari, balki xalqaro reyting agentliklari, nazorat organlari tomonidan hisobotlarimiz monitoring qilib boriladi. Shu bilan birgalikda SAP tizimi joriy etilgan. Bu tizimlar xabaringiz bor, barcha moliyaviy hisobotlarni bir tizimga joylashtirish, ularning oshkorligini ta'minlash imkonini beradi va bu tizim soliq idoralari bilan birgalikda olib boriladi. Ya'ni biz olib borilayotgan moliyaviy hisobotlar, olib borayotgan ishlarimiz bir vaqtning o'zida soliq idoralarida ko'rinib turadi. Tadbir davomida mas'ullarning hisobotlari ham tinglandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi tadbirlar issiqlik elektr stansiyalari tizimidagi korxonalarda ham davom ettiriladi. Muhiddin Ergashev, Obid Yoqubov, Hudud informatsion dasturi uchun.